Chiqotdagi har bahorda shu allergiya muammosi juda ham qiynavordi. Doktorga borsam, operatsiya qilaman, burun chig'anoqlarni kichraytiraman deyapti. Shunga nima deysiz? To'xtang, operatsiyaga shoshmaylik. Keling, ko'raylik, tekshiraylik. Sizda allergiyami, burun to'si qiyshiqligimi? Hamma burun to'si qiyshiqligi ham operatsiya qilavermaydi. Bahor paytida, allergiya paytida chig'anoqlar kattalashadi, burun yo'llar yopiladi, nafas olish qiyin bo'ladi. Allergiyani davolagandan keyin to'g'ri lecheniya qilinsa, o'tib ketadi va nafas olish o'z holiga qaytadi. Shuning uchun operatsiyaga shoshmang. Hozir allergiyani to'liq davolasa, operatsiyasiz zo'r nafas olishingiz mumkin. Hozir sizlarga allergiyani davolashning zo'r taktikasini o'rgataman. Birinchi bo'lib, allergiyani davolashga allergiyaga qarshi dorilar, ya'ni Elmontus, Levamont, Zodac yoki Fexofenadin bitta tabletkadan kechasi bir mahal 10 kun davomida uxlashdan oldin, undan keyin sprey burunga sepadigan va to'g'ri dieta qilish. Kommentariyada plus belgisini qoldiring. Men sizga sprey nomlarini, qanaqa ishlatishni va to'g'ri dietani yuborib qo'yaman. Bu videoni allergiyasi bor tanishlarga yuborib qo'yinglar. Ularga ham foydali bo'lsin.